Ё-моё. Achinasın. Muncha erta turdim menimcha yoki kech bo'ldimikan? Qani soatga qaraychi bitta. Soat ham 9 bo'pti. Voy. Ё-моё, meni o'ldiradi meni hozir. Agar otamni chopishim kerak, stop. Men agar otamni chopish uchun matigam olishim kerak va ana shuni olaman va o'zimni ishimni qila qolay yaxshilikcha. Bo'lmasa meni o'ldirib qo'yishi aniq. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Rezojon va mening yangi videomga xush kelibsizlar obunachilar. Videoga kirishdan oldin birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Xo'p, bunda hozir men ishlarimni qilib olmasam tezroq. Bo'lmasa aniq meni o'ldirib qo'yishi aniq. Oy, kama vazifasi qilma. Millioner kelibdimi? Da, uka, nima gaplar bo'ldimi? Nima gaplar? Pul ko'p короче, pul. Вообще-то da qo'ya pul, men olib qo'ya buni ham bir ikkita ishlarga ishlarsam. Yo'-moyo, olib keling menga. Pul tarqatyapsizmi, millioner? Da, uka, men davrimda yashab qoldim, bratishka. Ya billa habibi, ollaring, ya billa habibi. Ol. Vachachi, ol vacha. Nima deyapsiz, millioner? Короче, men davrimda yashab qoldim, ichvossami? Okey, davay pullarni qaranglar obunachilar. Olish kerak bu pullarni. Yo'-moyo. Ya billa habibi. Yo'-moyo. Nima qilyapti bu millioner ham? Mayli, yo'-moyo, lekin pullarni ko'payib ketdi. Uka, davrimda yashab qoldim, senga. Cho'nchoqsaga ish bor, uka, men shu yerda yashamoqchiman. Yo'q, yashamoqchimisiz? Aniqmi? Unda siz millioner, короче, merra oldiga borishingiz kerak, millioner. Bu yoqda meni uyimi? Qani, bumi? Yo'q, bu meni uyim. Qaysi uy? Mana hozir sizga ko'rsatib beraman. Mana shu uy to'g'risidan shunday borasiz, короче, chapqa o'ng tarafga borasiz. Ikkinchi uy ana shu yerdan borasiz. Tushundingizmi? Bo'ldi, topib boraman, uka. Baraka qilma, короче. Millioner gapda, prikolniy shu yerda yashamoqchi ekan, millioner. Mayli, nima deymiz endi? 67-qishloqda hamma narsa bo'lib turadi. Biz o'zimizni hozir ishlarimizni qilib olmasak, bo'lmaydi menimcha. Menimcha meni uyini ham Ya billa habibi, men shu bilmayman meni uyi. Yo, och eshikni apam sani. Короче, men shu yerda yashamoqchiman. Yo', millioner kelibdimi? Da, millioner. Men pullarni olib qo'ydi, qaysi uyni bo'shatishingizni ayting. Короче, shu Renzon uyi bor o'sha yerda. Yo', rostdan, o'sha to'g'risida, okey, topib olaman o'zim. Tak, qayerga borasiz deb men berdim ekan. Xo'p, men shu uyda ishlamayman. Qariyibda ko'ruvchi olasiz debsan. Xo'p, ishlarni qalay ekan, ishlab kerak ekan olasiz debsan. Pullarni men berga yashirib qo'yaman. Hech kim topa olmaydi. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Menimcha millioner mana shu yonimdagi qo'shnim bo'ldi endi. Birga yashaymiz menimcha endi. Mayli, nima deymiz endi? Millioner puli ko'p. Mayli. Tez kunlarda bu uy ham o'zgarib ketmasa bo'ldi, chunki millioner uyini har xil anaqa pullar bilan holatga keltirish mumkin-ku, baribir ham almas qo'yib, uylar bilan shunaqa bezatib qo'yish mumkin-ku. Buni menga berib kelmasam, jitel, qalaysan, yaxshimisan? Rezor, nima gaplar? Millioner kelibdimi? Da, millioner keldi, men bu yerdan hozir. Men yerni keltirib, mana shu uyga joylashib oldi millioner. Hozir ko'rdim men ham. Unda davay. Men hozir mer yoniga borib kelay. Nimaga? Agrodagi narsalarni qo'yib kelaman-da. Mayli, bo'pti. Tezroq borsa oylingni biz qilsan, sen o'zi kech qolibsan. Da, shu kech qoldim-da, mayli. Sen endi esimga keldi kech qolganim. Obunachilar. Mayli. Janob mer kirishga mumkinmi? Da, kirishim mumkin, Renzo. Olib keldingmi? Bugun kech olib kelding. Nima kech olib keldingsan? Uxlab qolibman-da. Ko'p katta bola, qanday uxlab qolasan? Garang. Bu safar aka kech qolsang, oylingni minus qilaman sen bolani. Bo'ldi, mer. Jahl qilib tashlamayman, bo'ldi, men sizga berib qo'yaman. Tez berdi olmasaga, garang bilet. Bo'ldi, mer unaqa jahl qilib tashlamayman, uzr bir marta bo'lib qoldi. Agar qaralekin bo'lsa qayta pachchag'ini chiqarib tashlayman-da, bilasan-a?
Da bilaman Mero bo'ldi men ketdim. Tez bo'ling. Okey. Ishlarni ko'r tez. Mayli nima bo'ldi merga bu safar obunachilar jahli chiqib ketdi merni. Mayli qaytib takrorlamaymiz. Uni qaytib takrorlasam menimcha bu oyligimni bermasa kerak, bir oyligini. Hammalar obunachilar videoga like bosib, addushi kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa поддержка qilsanglar, har kuni shunaqa videolar chiqib boradi obunachilar. Mayli. Hozir uyga kirib ozgina kompyuter o'ynasam yoki deb men bilan hozir oldin qo'yib olaylik, to'xtanglar. Pullarni ham shu yoqqa qo'yib olamiz va ozginagina kompyuter o'ynayman. Xo'p, obunachilar, albatta aytganimdek videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Tak. Nima? To'xtanglar. Stop. Merdan, millionerning uyiga borib bir nimadir qilib kerakchi. To'xtanglar, millioner uyiga borib kerakchi. Bazm qilmaymiz, men millionerning uyiga bordim. Nima deysiz, obunachilar? Hamma hozir, millionerning ham o'zi shu yerda ekan. Assalomu alaykum janob millioner. Va alaykum assalom. Renzo uyga kir, gaplashamiz. Xo'p, bo'ldi, mayli. Nima gap? Короче, tinchman-da, o'zingiz ayting, millioner. Tinch yuribmiz endi, nima deysan endi? Mayli, hozir men suv olib kelaman, to'xtab tur, men kola olib kelaman, sevsan. bu yerdagi nima? Yo'qmi? Pulmi, millioner? Ishing bo'lmasa, короче, tashqi siyosat bu yer. Mayli. Okey. Короче, mazza ekanmi, Renzo? Mazza ekan. Mayli, men bunda bora qolay. Millioner kech bo'lib qoldi. Ha, tezroq uyga borsalam. Lekin ana u yerda nima borligini aytmaysiz-a? Qiziqmay bo'ldi uka, buni paraga qilmadi. Mayli, bo'pti, janob millioner. Men ketdim bunda. Bora qol unda, tezroq bor. Okey, mayli. U bilancha tushunmadim, millioner o'zini qarab turibdimi hozir? Ana pullarmi nima? U qanaqa javonini pastda adashmasam ko'rgan bo'lsanglar agar obunachilar, o'sha qanaqadir oq shkafmi, javonini pastda sandiqmi turgan edi. O'shani nimadir qilib ochishimiz kerak. Bugun ketishga borsammikan obunachilar? Men endi millionerning uyiga o'g'irlikka tushish xavfli, lekin xavfli emas. Bir tarafdan yomon, baribir millionerda u obunachilar. Mayli, kechasi ko'ramiz-da, obunachilar. Mayli, kompyuter o'ylab yurib. Nihoyat obunachilar ketishdi. Xo'p, endi millionerning uyiga borish payti keldi menimcha. Hozir bitta narsa olmasam menimcha obunachilar kech tushganda shu hozir millionerning uyiga boramiz. Mayli, shunday boraveramiz, to'y. Agar eshikni ochiq bo'lsa, bizlarni yaxshi bo'ladi. Okey. Eshikni qaramayaptimikan? Yaxshi, tak. Qani, eshik ochiqmikan? Ochiq ekan. Yaxshi. Millioner uxlayotibdimi? Nimaga karavotda uxlamayapti bu? Menimcha yo'qmayo, mana. Yo'qmayo, sandiq bor ekan, kodli. Stop, buni kodi nima ekan endi? Bilmadim. Mayli, men ketdim. Bilmayapman kodini, shuni ham. Ertasi kuni menimcha millionerdan bitta ish qilib so'rab olaman, o'zim bildirmagan holatda o'ziga. Masalan, o'ziga necha raqam yoqadi? O'shani ketma-ketligidir balki. Mayli, obunachilar, hozir uxlayman. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Nihoyat. Nihoyat. Ertalab bo'ldimi, onasi emasam. Okey, mayli, hozir yuz qo'llarni yumasam. Nihoyat ertalab bo'libdi. Uyqusirayapman, lekin ertalabdan yo'qman, jinosan. Millioner, salom, yaxshimisiz? Renzo, nima gapni yaxshimsan? Kecha yo'q uxlabman, lekin charchabman juda. Sizga savolim bor edi. Yoqtirgan rang soningiz nechi? Yoqtirgan soni meni 8. Nima esa rosa? O'zim boravering. Mayli, bo'pti, men ishga ketdim. Bo'pti, 8 demak. 8mi demak? Demak 8 bo'lsa, demak 4 ta 8 mi uni kodi?
Unda kechishni bilib olamiz. Obunachilar albatta sizlar videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar mana kech ham tushdi. Ana endi ikkinchi obunachilar video olishda ozgina muammo bo'libdi va shu joy yozilmay qolibdi va men bu joyda millionerning pullarini olib 4 ta kodini terib, ya'ni 4 ta 8 kodini terib va o'ngarib uyimga qochib ketganman va millioner uyimga quvlagan. Shuning uchun uzr so'raymiz sizdan. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni so'raymiz. Hammaga rahmat.